Assalomu alaykum. Keling. Nima gapsiz? Yaxshimisiz? Sog'liqlari. Amin Alloh akbar. Ha, shu yerda ekansiz. Bir kichkina shikoyatim bor. Menga shikoyat? Ha, sizga o'g'lingiz Salimdan. Salimdan? Ha, shunday. Salimjonimizdan qanday gunoh o'tibdi? Avvalroq aytib qo'ymoqchi edim-u, o'zingiz tartibga chaqirib qo'yarsiz deb indamay yurgandim Hoshimбек. Yo, siz menga ochig'ini ayting. Salimjon o'g'limizdan qanday gunoh o'tibdi? O'g'limizga kun bermaydi. Hadem mushlashgan. Mana bugun ham urib, burnini qonatib qo'yibdi. Qonatibdi? Ne qilasiz? Shunga shuncha vafo qilibsizmi? Men gapingizdan biroq kattaroq gunoh chiqib qo'ydimi deb o'ylayman. Kuladigan joyi yo'q Hoshimбек. Salomat. Bolani tartibga chaqirib qo'yish kerak. Qo'ying. Ha, shunday bo'lsin. Bo'ladi. Sho'x. Bunchalik vahima qilmang, Shodivoy. Bolalik qilib urushgan bo'lsa, urushgan. To'g'ri, o'g'limiz sho'xlikka sho'x. Bola deganni sho'x bo'lgani yaxshi-da. Oldini oling, tartibga chaqiring deyapman-da. Men sizga aytsam, Shodivoy aka, buru o'lgurni o'zi mo'rt bo'ladi. Sal narsaga shovlab qonoqchi bo'ladi. Haydi qo'l tegib ketgan bo'lsa, qolasa qolagandir. Shunga ham tartib, intizom deb o'tirsak, qanday bo'larkin, Shodivoy aka? Hayb sizga. Satqaya odam keting. Tavba. O'g'lini buni qonagan bo'lsa qonapti. Shunga ham ota go'ri qoziqonami? O'g'lingizni daftardan tinchlik bormi yo'qmi? Qanaqa otasiz? Tartibga chaqsangiz bo'lmaydimi? Sizga aytyapman. Yo'q, o'zingizdan o'zingiz nima deyapsiz? O'g'lim arpangizni xom o'ritdimi? Arpamni xom o'rta indamasdim. Urib o'g'limni ko'zini ko'kartiribdi. Undan tashqari tosh bilan urib derazani sindirib qochibdi. Tushundingizmi? Voy. Shunga ham shuncha g'alvami? Nima? Indamasligim kerakmi-da? Endi bola bo'lgandan keyin urishadi, so'kishadi, yarashadi. Yuzi ko'kargan bo'lsa, eti yupqa ekan. Hazillashib urganga ham bo'lmasam, ko'karamiz. Endi derazaga singan bo'lsa, Solivoy, nima ko'p hozir haligi oyna tuzataman deb yurganlar ko'p. Biroz aytsangiz, tuzatib beradi. Rostini aytganda hamma kasal o'zingizda ekan. O'g'lidan xafa bo'lmasa ham bo'lar ekan. Otamish, istaqqa yota. Tavba. Jinni o'rganma bular. Valjon,
Kesinlar. Salomatmisiz? Sog'lik yaxshimi? Rahmat. Ahvol joyidami? Rahmat. Qara, bir pelak choydan ichsinlar. Rahmat. Sog'lik yaxshimi? Buni qarang. Hoshimjon aka qizi hodisa ro'y beribdi. Qanday hodisa ro'y beribdi? Meni o'g'lim bilan sizni o'g'lingiz urishibding. Iya. O'zlari sher yuragidilar-u, a? Voy, bolajon. Ko'nglimda sal qaltiroq tushiribdi-da. Bo'ladi. Jahli chiqqan paytda to'satdan tushirib qo'ygan bo'lishi mumkin. Ha, bola binasida bo'lmaydi. Rahmat. Haligi yig'lab kelib qolsa, u bu narsadan o'tib qo'yasiz. Bola o'zingizga, o'z binasida o'tganingiz durustroq bo'ladi. Menga qarang. Kalta yegan sizni o'g'lingiz-da. Nima dedingiz? Qaltiroq tushiribdi deyapman-ku. Meni o'g'lim nima? Meni o'g'lim kalta yegan bolalardan emas. Qarab tur. Rost so'z qiladi.